15 oktyabr Xalqaro qishloq ayollari kuni. Bu sana qishloq ayollarining oila, jamiyat va uning taraqqiyotida tutgan beqiyos o'rnini e'tirof etish, ularning mehnati va jasoratini qadrlash ramzidir. Ushbu sana qishloq ayollariga bo'lgan hurmat va minnatdorlik timsoli sifatida mamlakatimizda ham keng nishonlanmoqda. Buxorodan tayyorlangan lavhamiz shu haqda. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mamlakatimizda xotin-qizlarning hayotda o'z o'rnini topishi, salohiyatini to'liq namoyon etishi uchun keng yo'l ochilmoqda. Ayni paytda mamlakatimizda 9 millionga yaqin xotin-qizlar qishloq hududlaridagi mahallalarda istiqomat qiladi. Xususan 2 milliondan ortiq aholiga ega Buxoro viloyatida ham qariyb 50% dan ortiq qismi ayollar hissasiga to'g'ri kelib, ularning katta qismi bugun jamiyat taraqqiyoti yo'lida munosib mehnat qilib kelmoqda. Buxoro shahridagi kasbiy ko'nikmalar markazida xuddi shu jabhada faol bo'lgan buxorolik opa-singillarimiz mehnati alohida e'tirof etildi. Ma'lumot uchun joriy yilda Buxoroda 1866 nafar xotin-qizlar tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilib, tadbirkorlik faoliyatini boshlayotgan 322 nafar ayollarga zarur asbob-uskunalar sotib olishi uchun 2 milliard 883 million so'm miqdorida subsidiyalar ajratildi. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida xotin-qizlarni moliyalashtirish uchun 23.175 nafar tadbirkorlarga 745 milliard so'm imtiyozli kreditlar berildi. Bu qishloq ayolining imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Mana bugungi kunda prezidentimizni o'zbek ayollariga bo'lgan hurmatlari, e'tiborlari bizni yanada rag'batlantirib kelmoqda. Mana bugungi kunda o'zbek ayoli fermer, o'zbek ayoli chorvador, har bir jabhada ayollarning o'z o'rni bor. Bugungi bayram bizga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Yanada ishlashimiz uchun, yanada o'z sohamizni rivojlantirishimiz uchun, oldinga intilishimiz uchun ko'tarinki ruhiyat bag'ishlaydi degan umiddamiz. Muxtasar aytganda, yurtimizda inson qadri uchun tamoyiliga asosan fuqarolar uchun munosib turmush sharoitini yaratishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar jarayonida Xalqaro qishloq ayollari kunining nishonlanishi mamlakatimizning barcha qishloqlarida istiqomat qilayotgan xotin-qizlarga ehtirom ko'rsatishning yana bir yorqin ifodasi bo'lmoqda.